Salom, men Ziyodulloh, bu esa do'stim Asadbek va biz bugun TOPSCORE test centeriga TOEFL IBTdan mock testini topshirish uchun keldik. Bizni bu yerda Dilmurod aka kutib oldilar. Bu kishi TOPSCORE test center asoschisi bo'ladilar. Aslida test jarayonini suratga olish mumkin emas, lekin Dilmurod akadan iltimos qilgandik. Hay, mayli, dedilar. Test boshlandi va birinchi reading qismi bo'ldi. Undan keyin listening, speaking va oxirida writing qismini ham ishladik. To'liq testni ishlashga deyarli 2 soatcha vaqt ketdi va natijamizni darhol bilib oldik. Testni tugatib, Dilmurod akaga mehr bilan qarab turgandik, mock test uchun bizdan pul olmadilar. O'zi pulimiz ham yo'q edi. Umuman olganda bu juda ham oson bo'ldi. Siz ham bundan foydalaning. Rahmat shart emas. Obuna bo'lishni unutmang.